Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz 4-sinf 3-qism darsligining 72-mavzusi bo'lish bo'ladi. 3-kitobini birinchi mavzusi. Xo'p, boshladik. Masalalarni ishlashdan boshlaymiz. Sinf uchun 24 ta qalam sotib olindi. Ular 3 ta jamoa o'rtasida teng taqsimlandi. Har bir jamoa nechta qalam oldi? Bu juda sodda masala. Shunchaki 24 ni 3 ga bo'lishdan kelib chiqadi 8 ta degan narsa. Endi bu yerda asosiy sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsa nima deydigan bo'lsak, mana bu belgi bo'lishni ifodalaydi. Buni hammamiz bilamiz va mana bu belgi ham ba'zida kitoblarda, kompyuterda yozganda yoki kelib qolishi mumkin. Mana bu kasr chizig'i belgisi ham bo'lish degani yuqori sinflarda asosan ishlatiladi va mana bu drop ham bo'lish degan ma'noni bildiradi. Shuni sizlarga tushuntirmoqchi, ya'ni 24 3 ga bo'lganimda hammasi baribir 8 chiqaveradi. Xoh u bo'lish bo'lsin, xoh boshqacha bo'lish bo'lsin, xoh kasr bo'lsin, xoh drop bo'lsin degan ma'noni bermoqchi sizlarga. Va mana bu yerda ham xuddi shu qoidani aytib o'tyapti sizlarga. Endi turli usullarda berilgan bo'lishni bajaring. Bu bo'lishlarni har birini bajarib chiqishingiz kerak. Men sizlarga tekshirib olishinglar uchun javoblarni yozib beraman. O'zingizlar ishlab keyin tekshirib olsanglar bo'ladi. 48 ni 6 ga bo'lganimizda 8, 54 9 ga bo'lganimizda 6, 112 ni 7 ga bo'lganimizda 16, 63 7 ga bo'lsak 9, 90 ni 10 ga bo'lsak 9, 45 ni 3 ga bo'lsak 15, 18 ni 6 ga bo'ldik 3, 42 ni 6 ga bo'ldik 7, 144 4 ga bo'ldik. Hop. Atashmasam 36 bo'lish kerak edi. 36, 120, 36. To'pa to'g'ri 36 ekan. 36 ni 4 ga bo'ldim 9, 28 ni 7 ga bo'ldim 4, 192 ni 4 ga bo'ldim 48 bo'ladi. Bo'ldi, mana shu bilan ikkinchi misolni ham ishlab oldik. Uchinchi misolga o'tamiz. Uchinchi misol bo'lishni bajaring. To'g'riligini teskari amaldan foydalanib tekshiring bo'ladi. Xo'p, uchinchi misolda nima qilamiz? Bu ham hammasi bo'lishni ifodalayveradi. Shunchaki biz kasr chizig'ini burchak usulida bo'laveramiz. 9 ni ichida 3 ta bor. 3 kara 3 9 ayirsam 0. Mana bu 0 ni tushiraman, bu yoqqa 0 yozaveraman. 1 ni tushiraman, 0 ta bor. Endi 6 ni tushiradigan bo'lsam 5 yozaman. 5 kara 3 15, ayirsam 1 4. 14 ichida 4 ta bor. 4 kara 3 12, ayirsam 24 bo'ladi. 24 ichida 8 ta bor. 8 kara 3 24, ayirsam 0. Shu bilan tugadi. Demak, javobimiz 300.548 bo'lyapti. Eng keyingi misolga o'taman. 7 ga bo'lish. 28 ichida 4 ta bor. 28 ayirsam 0, 1 ni yozaman, 0 yozib olaman. Qarang, ko'pchilik mana shunda 0 yozmaydi-da. Uni 1 da tushirganimizda, son tushirganimizda agar yetmasa, bu yoqqa 0 yozib keyin son tushiramiz degan qoida bor. Ko'pchilik shuni e'tiborga olmaydi, 0 yozmasdan ketadi. 13 ichida bitta bor. 7 ayirsam 62, 62 ni ichida 8 ta bor. 8 kara 7 56, ayiradigan bo'lsam 6 bo'ladi. 63 ni ichida 9 ta bor. 9 kara 7 63, bu yog'i 0 ga teng bo'ladi. Natijam 40.189 ekan. Mana bu ham 6 ga drop bilan bergan. Bu ham bo'lishni ifodalaydi. Shuning uchun bo'lish qilib yozib oldim. 51 ni ichida ko'ramiz, chunki 5 ni ichida yo'q. 51 ni ichida 8 ta bor. 8 kara 6 48. Ayiradigan bo'lsak 33. 33 ni ichida 5 ta bor. 5 kara 6 30. Ayirsak 3 0. 6 ta bor bunda ham. 6 kara yo'q, 5 ta bor. 5 kara 6 miz 30, ayirsam 0. Mana bu 0 tushadi va 0 ichida yo'q bo'lgani uchun bu yoqqa yozaman. 5 tushadi. 5 ichida ham 6 dan yo'q bo'lgani uchun bu yoqqa yozaman. 4 tushadi va 9 ta bor. 9 kara 6 54, ayirsak 0 bo'ladi. Mana shu bilan buni ham javobi chiqdi. 85.509 ekan. Endi oxirgisi 2240 ni 8 ga bo'lish. 2240 ni bo'laman 8 ga. 22 ni ichida 2 ta bor. 2 kara 8 16. Ayiradigan bo'lsak 64 bo'ladi. 64 ichida 8 ta bor. 8 kara 8 64 0. 0 ga keldikmi, bu yoqda bitta 0 bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa yozib qo'yamiz. Natijasi mana 280 ekan. 3-misolda ham ishlab oldik. Endi 4-chisiga o'tamiz. Natijalarni taqqoslang deyapti. Ikkala tomonni ham alohida ishlab turib, natijalarni taqqoslashimiz kerak. 16 ni 2 ga bo'laman 8, 21 ni 3 ga bo'laman 7. Demak, bu tomon katta. 820 ni 4 ga bo'laman 205 chiqadi. 243 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 81 chiqadi. 205 kattaroq, o'shuning uchun bu tomon katta. 84 ni 7 ga bo'laman 12, 66 ni 3 ga bo'laman 22, 22 kattaroq, bu tomon katta. 171 9 ga bo'laman 19, 112 ni 7 ga bo'laman 16. 19 katta bo'lgani uchun bu tomon katta. 189 9 ga bo'laman 21, 216 ni 6 ga bo'laman 36, albatta 36 katta. 1600 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 320, 2527 ga bo'ladigan bo'lsak 300 tak
60 bo'ladi. 360 kattaroq, o'shuning uchun nari tomonni katta qilib belgilaymiz. Endi 5-si. 4 ta bloknot va 8 ta qalam uchun 84 ming so'm, 4 ta bloknot va 2 ta qalam uchun esa 63 ming so'm to'landi. Qarang. Bloknot o'zgarmayapti, e'tibor beraylik-da, mana. Bloknot o'sha turibdi, mana. Bu yerda 8 ta qalam olyapman, mana bu joyda 2 ta qalam olyapman. O'shuning hisobiga men ko'proq pul to'layapman. Bundan nima xulosa kelib chiqadi deydigan bo'lsak, biz mana bu 84 ming minus 63 mingda, ya'ni farqni, oradagi farqni qancha bo'lyapti? 21 mingda biz nima uchun to'layapmiz desak, mana bu 8 ta qalamdan 2 ta, mana 2 ta qalamga tushirganimiz uchun to'layapmiz. Ya'niki biz 6 ta qalam uchun to'layapmiz. Bu 21 ming 6 ta qalamning narxi hisoblanadi. Endi savolda so'ragan ma'lumotlar topishdan bitta qalam narxini topib olamiz. 21 mingni 6 ga bo'lsak chiqadi. 21 ming bo'lingan 6. 21 ichida 6 talikdan 3 ta bor. 3 kara 6 18, ayirsam 30, 30 ichida 500, 5 ta bor, ayirsam 30 0, qolgan 2 ta 0 bu yoqqa tushirib qo'yraman. Ya'ni bitta dona qalamning narxi 3,5 ming so'm ekan. Bundan foydalanib turib, mana bu yerga olib kelsam, 63 mingligidan foydalansam, qarang, 2 ta dona qalamim 7 ming so'm bo'ladi. Demak, 4 ta bloknotim, 2 ta qalamim, bu 2 ta qalamim 7 ming so'm bo'lib, mana bu billa bo'lganda 63 ming bo'lganidan xulosa qiladigan bo'lsam, mana buni narxi 56 ming so'm bo'ladi. 4 ta bloknot. Bu degani bitta bloknotim 10 tak 4 ga bo'lib yoramiz. 14 ming so'mdan bo'ladi. Bitta bloknot demak 14 ming so'm. Mana bu qalamning narxi 14 ming so'm, bloknotning narxi bo'lyapti. Bloknot. Mana chiqarib oldik. Ikkalasining ham narxini 14 ming so'm bloknot va 3,5 ming so'm qalam. Endi savolda so'rayapti. Bitta bloknot, bitta qalam qancha turadi? 14 ming va 3,5 ming qancha bo'ladi deyapti. Buni javobi oson. 17,500 so'm bo'ladi. 17,500 so'm. Endi 3 ta bloknot va 5 ta qalam qancha turadi deyapti. 3 ta bloknotni hisoblaymiz 14 mingdan va 5 ta qalamni hisoblaymiz 3500 so'mdan. Mana buni mingini qo'yib qo'yaman. 3 kara 14, xo'p, 4 ming 42 ming plus 5 ta 3,5 ming so'm 17,500 so'm bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 59,500 so'm bo'ladi. 500 so'm. Mana javob chiqdi, bu bitta javob va mana bu 17,500 so'm ham bitta javob hisoblanadi. Mana ikkalasini ham yechib oldik. Endi 6-misol. Ifodalarni yozing va ularning qiymatini hisoblang deyapti. Bir o'ram qog'ozning massasi 2500 gram. O'ramda 500 ta varaq bo'ladi. O'ramning chorak qismidagi qog'ozning massasi necha gram? Qarang, bizdan so'rayotgan narsa chorak qismida, ya'ni 4 dan 1 da so'rayapti. Gramda so'rayapti va buning uchun nima qilamiz? Qarang. Bitta bir o'ramli qog'ozni massasi 2500 bo'lgani uchun 500 taga ko'paytirib yuboramiz. Keyin choragini so'ragan uchun 4 ga bo'lib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, shuni hisoblayman. 25 kara 5 125 va orqasidan 4 ta 0 ni qo'yib olaman. Bo'lib yuborishim kerak 4 ga. Xo'p, ketdik. 12 ichida 3 ta bor, bitta bor, 10 ichida 2 ta bor, 20 ichida 5 ta bor va orqasida 2 ta 0 gram. Hisoblab qo'ydim, xolos. Javob chiqdi. 31500 gram. Yo'q, 312500 gram. Ya'ni 312 kilolar atrofida bo'ladi degani. Endi basi qurilma 1 soat ichida 480 ta sharikli ruchka ishlab chiqaradi. 17 minutda nechta sharikli ruchka ishlab chiqaradi deyapti. Xo'p, qarang. Bizda 1 soatda 480 ta. Minutga o'tkazib olaman, chunki mana bu yerda minutda beryapti-ku. Endi nima qilamiz buning uchun? 480 ni bo'lib olaman 60 ga. Bitta 1 minutda qancha ishlab chiqarish kelib chiqadi? Keyin buni 17 ga shunday ko'paytirib oladigan bo'lsak, 17 minutdagi kelib chiqadi. Xo'p, hisoblashni boshlaymiz. 480 ni 60 ga bo'laman 8, 8 dan 17 ga ko'paytirib qo'yishim kerak endi. Natijasi 136 ta bo'ldi. Ana buni ham javobi chiqib keldi, belgilab qo'yapmiz. Endi 3-misol. Sovg'alar uchun 172 ta taqvim va undan 2 marta kam daftar sotib olindi. Jami nechta buyum sotib olingan? Bu yerda 172 ta taqvim va 172 tani yarmi bo'lgan daftar sotib olindi. Deyapti, mana bu daftarlar soni, mana bu taqvimlar soni. Ikkalasini qo'shib qo'yishimiz kerak. Xolos, biz bu yerda qiladigan ishimiz shu. Boshladik. 172 qo'shilgan 172 ni 2 ga bo'lib olaman. Yana birinchi qo'shib olmaylar, oldin bo'lish bajariladi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Xo'p, natijamiz 86.
Endi 172 ga 86 ni qo'shaman. 258 ta bo'lyapti. Mana 3 ala misolda ham ishlab bo'ldik. Shunaqa belgi qo'yib qo'yganim misolda javobi chiqdi degan ma'noni beradi. Xo'p, yaxshi. 7-siga o'tdik. Aziz xaridlarni ko'rib chiqing. Mana xaridlari rasmda berib qo'yibdi. Bir shisha yelim 19600 so'm. Mana buni narxi 19600 so'm ekan. Chizg'ich 4900 so'm. Chizg'ich 4900 so'm. Qaychi esa 16700 so'm. Qaychiga yozib qo'yapman, mana 16700 so'm. Ushbu ifoda nimani anglatishini tushuntiring. Xo'p, qarang. 19600 ni 4 ga ko'paytirib, bu nimani anglatadi desa, bu mana bu yerda 4 ta yelim-ku, o'sha yelimlarda 4 narxi degani. Yozib qo'yapman, mana yelimlar narxini ifodalaydi. Endi 16700 2 ga ko'paytirishchi 16700 qaychi edi va qaychilar narxini beradi bu. Qaychilar narxi. Endi 4903 ga ko'paytirganimiz chizg'ichlar narxini beradi. Chunki chizg'ich edi u 4900 so'm. Chizg'ichlar narxi. Endi shuni hammasini qo'shyapti. Bu nimani bildiradi mana bu desa, jami to'langan pulni bildiradi. Jami pul. Bo'ldi, bu tomon. Endi keyingi tomonga o'tamiz. Qarang, 19600 dan, ya'ni yelimning narxidan 16700 qaychini ayryapti. Bu nimani bildiradi desa, yelim qancha qimmatligini bildiradi. Yelim qaychidan qancha qimmat? Qancha qimmat? Qisqaroq yozishga urindim. Shunaqa bo'ladi. Endi mana bu 16700 ga 4900 ni qo'shish bitta chizg'ich va qaychini narxini beradi. Nimani berar ekan? Chizg'ich plus qaychini beradi. Mana bu 19600 ni 4900 ga bo'lishimiz bu nimani bildiradi desa, necha marta qimmatligini bildiradi. Yelim necha marta qimmat? Yelim chizg'ichdan necha marta qimmat? Yozmay qo'ydim, og'ziga ketgani uchun. Shuni beradi va mana bu 19600 4 ga ko'paytirib 4903 ga ko'paytirib ayriganimizda mana bu 19600 4 ga ko'paytirganim yelimlarning narxi edi. Mana bu 4903 ga ko'paytirganim chizg'ichlarning narxi edi. Endi jami biz yelimga qancha ko'p pul sarfladik degan narsani beradi. Bu yerda qancha ko'p ketdi yelimlar uchun pul degan ma'noni beradi. Shu bilan mana 7 ni to'liq izohlab chiqdik. Endi 8 ga o'tamiz. Sxemalar bo'yicha tenglamalar tuzing va ularni yeching. Sxemalar ko'rib turibmiz. Mana bu yerda mana har bittasi x ekan. Tenglama qana bo'ladi desak, x dan 3 tasi va 173890 qo'shilgan ana bu 221456 barobar bo'ladi 546294 ga degan tenglama bo'ladi. Mana bu x lar soddalashtirib 3x deb yozsam bo'ladi. Mana bu ikkalasini qo'shib olaman. Undan keyin natijasi chiqadi. Qo'shganda orqadan boshlab qo'shaveramiz. Xo'p, ketdik. 6 ga 0, 0 ga 6, 6 ni beradi. 5 ga 9, 14 ni beradi bir dilda. 4 ga 8, 12 bir dildagi bilan 13 bir dilda. Mana bu 3 ga 1, 4 ni beradi bir dildagi bilan 5. 7 ga 2 qo'shsam 9, bir dilda yo'q. 1 ga 2, 3 barobar 546294 beradi. 3x barobar bo'ladi. Endi ayrishim kerak. 546294 ayrilgan 395346. Ikkovini ayirib turib yozaman natijasini. Endi natijasini ko'kda berib ketaman. Tepaga davom ettirib ketyapman. Bu yoqqa 3x barobar ayirib olamiz. Ya'ni 546294 dan ustun shaklda yozib turib ayiraverasizlar o'zingizlar. 546294 dan ayirib olishimiz kerak. 395346 ni men natijani shundoq yozib ketaveraman. Sizlar o'zingizlar yozib ketaverasizlar. Xo'p, natijasi ayradigan bo'lsak 1 5 0 9 4 8 bo'lyapti. Endi biz x topishni mana 3 ga bo'lib yuborishim kerak bo'ladi buni. 3 ga bo'lib yuboramiz. 50316 bo'ladi. Mana javobimiz chiqib kelyapti. Birinchi qismi bo'ldi. Endi ikkinchi qismi qarang. Hammasi y mana. Xulosa nima desa 4y va bu ikkalasini qo'shib olaveraman barato'la. Qo'shganimning natijasi ya'ni 10757 barobar bo'lish kerak 21145 ga.
4 y barobar bo'lishi kerak. Endi men ana bu 21145 dan ayirib olishim kerak bo'ladi 10757 ni. Natijam 10388. Endi y ni topadigan bo'lsak, 10388 ni bo'lib olishimiz kerak 4 ga. 2597 bo'lyapti. Mana buni javobi ham chiqdi. Keling mana yashilga olib qo'yamiz. Yashilda javobi turibdi. Mana javobi turibdi ikkalasini ham. 7-misolimiz ham shu bilan 8-misolimiz ham tugadi. Endi 9-misolga o'tamiz. Berilgan ma'lumotlar asosida sonni toping. Xo'p. O'ylaymiz ekan. Bu turli raqamlardan iborat 4 xonali son. Qarang, 4 xonali son degani uchun 4 ta chiziqcha qo'yib olyapman mana. 4 ta chiziqcha qo'ydim va eslab qo'yamiz. Bu yerda turli raqamlardan tuzilyapti. Birinchi shart. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va 0 biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan raqamlar shulardan 4 tasi qo'yilyapti. Uning birinchi raqami ikkinchi va uchinchi raqamlariga bo'linadi. Xo'p, qarang. Wow. Mana uni o'qib bu sonda bir raqami yo'q. Demak, 1 chiqib ketdi bularning ichidan. Uning birinchi raqami juft son, ikkinchi va to'rtinchi raqamlar yig'indisi 3 ga teng. Qarang, ikkinchi va to'rtinchi raqamlar yig'indisi 3 ga teng-ku. Mana bu ikkalasini qo'shsam 3 chiqish kerak ekan. Yo'q, uzr, ikkovini emas, mana ikkinchi bilan to'rtinchini qo'shsam ikkalasi 3 ni berish kerak. Mana shu ikkita ko'k. Bu mana bu shart. Endi uning birinchi raqami juft, mana bu yerdagi sonim juft son. Bu mana bu shart va mana bundan foydalanishim kerak. Uning birinchi raqami ikkinchi va uchinchi raqamlarga bo'linadi. Demak, mana bu birinchi raqam juft son va katta son. Mana bu ikkitasiga bo'linish kerak. Shuni xulosa qilishimiz mumkin. Demak, bu yerda necha bo'lishi mumkin? 2 va 3 ga bo'linadigan bo'lishi kerak. Xo'p, bir ishtirok etmagan. Demak, tasavvur qilaylik. Mana bu yerda bittasi 2, bittasi 3 bo'lsa, mana bu yer 6 bo'lishga majbur. Qarang. O'zi qo'shganimda chiqadigan sonlarni tanlasam, o'zi ozgina ekan xolos. Qo'shsam chiqadigan sonlar ozgina emas, faqat bitta. Qaysi deydigan bo'lsam, bo'ldi. Mana bir ishtirok etmagandan keyin 2 1 yo'q. Qo'shsam 3 chiqadigan sonlar 3 bilan 0 xolos. 3 va 0. Bu shartdan foydalanyapman. Qarang, 3 va 0. Xulosa, yo men aytgan 0 qo'yaman yoki 3 qo'yaman. 0 qo'ysam bo'lmaydi. Nimaga? Mana ikkinchi va uchinchi raqamlarga bo'linadi deb, 0 ga bo'linish kerak deb, 0 ga bo'lib bo'lmaydi-ku. O'shuning aniq mana bu joyda 0 emas. Xulosaga kelib bo'ldik biz. Bu joy 0 emas, aniq 3. Qo'shganimda chiqishcha oxiri 0. Endi 3 ga bo'linadigan son kerak bu joyga. 3 ga bo'linadigan son bo'lgandan keyin 3 ga bo'linadigan juft son bo'lgandan keyin o'zi 3 ga bo'linadigan juft son faqat 6 xolos. Demak, bu joy 6. Endi mana bu yerim 6 ga ham bo'linish kerak. O'z-o'zidan 2, ya'ni 6320 bo'lyapti. 6320. Nimaga buni chiqdi desa, mana bu o'sha ikkinchi va uchinchi raqamlarga bo'linishidan. Bo'ldi, mana topib oldik biz javobimizni. Mana shu 6320 son ekan. Endi 10-chisi. Bu bo'lishlarda o'zingizlar bajarib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Men tekshirish uchun javoblarni o'zini yozib ketaveraman. O'zingizlar tekshirib olaverasizlar. Natijani chiqarib bir qator yo'nalishlar berib ketishim mumkin. Xo'p, buni shunchaki bo'lish kerak 17 chiqadi. Buni shunchaki bo'lish kerak 43 chiqadi. Bu 5 chiqadi. Buni ham ustun shaklda yozib turib bo'lasizlar. 1 2 5 27 chiqadi. Buni ham shunchaki bo'lasizlar 2 1 6 3 chiqadi. Buni ham shunchaki bo'lasizlar. Xo'p, 89775 ekan. 89 ichida 19 talikdan 4 ta, 7 ta, 2 ta, 5 ta. Bo'lasizlar buni ham o'sha oddiy usulda chiqargan shunaqa natija. Endi 4 ga bo'lib yoramiz. Bu ham o'sha bo'lishda bajaraverasizlar. Oddiy bo'lishni bajaraverasizlar. Shart emas, nimadirlar qilishinglar. Bo'ldi, bu chiqadi. Endi buning ichida xo'p 1 7 0 3 chiqadi. Xo'p, 6 ga bo'ladigan bo'lsam 1 6 0 1 2 chiqadi. Endi mana bu yog'ini hisoblash kerak. Birinchi bo'lib ko'paytirishni bajarib olaman, keyin qo'shib olaman, keyin bo'laman deb turib bajarishim kerak bo'ladi buni. Umumiy natijalarda bittada topib ketilmaydi. Endi ketdik, bo'lmasa bajarishni boshlaymiz. Birinchi qiladigan ishim 2 ni 317 ga ko'paytirish bo'ladi. Ko'paytiramiz. 2 317 634 qo'shilgan 496 ni 2 5 ga bo'lamiz. Davom etib tursin, 5 ga bo'lish ham bor bu yerda. Teng 638 ga 496 ni qo'shadigan bo'lsam 1000 xo'p, oxiri 0 3 ga 9 12 bo'ladi. Bir dildagi bilan 13, bir dilda 6 ga 4 11.
bo'lingan 5 bo'lyapti. Endi buni 5 ga bo'ladigan bo'lsak 226 degan natija chiqib kelyapti. Mana bo'ldi. Endi keyingi misol. Yana xuddi shunaqa, birinchi qarang, bo'lib olasiz, ko'paytirasiz, keyin anaqa qilasiz, ayrisiz. Xuddi shu ishni bajarasiz. Men bo'lish bilan ko'paytirishni bittada bajarib ketaman. 42500 ayrilgan. Xo'p, 6 ga bo'ldim, keyin 18 ga ko'paytirdim. 6 ga bo'lganimda 400. Xolos, o'zingizlar bajarib qo'yasizlar buni. Men alohida anaqa qilib o'tirmadim. Men sal osonroq bilan ishlab qo'ya qolaman. Keyinchalik uni ham o'rganasizlar. 74-34 chiqadi. Natijasi buni endi 42500 dan ayirib qo'yishimiz kerak. 42500 dan ayirib olishimiz kerak buni. Ayiradigan bo'lsak, natijasi kelib chiqadi. 35066 bo'lyapti. Mana chiqdi. Endi oxirgi misol. Birinchi ayirish bajariladi, keyin bo'lish bajariladi, keyin bu ish bajariladi degan qoida bo'ladi. Ketdik. 50 bajarmagancha yozib turaveraman o'shicha. 5891 ayrilgan. 603 dan 108 da ayiraman. 603 dan 108 ketadigan bo'lsa, xo'p 5 wow. 495 bo'lar ekanda. Bo'lingan 3 teng. 5891 ayrilgan 165 bo'lyapti. Endi keyingisiga o'tamiz. Ayrishim kerak. 5891 dan 5000 yo'q 700 26 bo'ldi, mana chiqdi 5726 ekan. 10-misolimiz ham javobi. Endi 12-siga o'tamiz. Murakkab masalalarni yeching. Imtihon paytida har bir o'quvchiga 2 tadan qalam berilishi kerak. Qutida 8 ta qalam bor. Sinfda 32 ta o'quvchi o'qiydi, deyapti. Qarang, hammaga 2 tadan qalam berish kerak. 8 ta qalam bor, 32 ta o'quvchi o'qiydi. Qarang, 32 ta o'quvchi o'qiydi demak bizga 64 ta qalam kerak. Bizga 8 ta qalam borligini hisobiga yana 56 ta qalam kerak bo'lgan. Imtihon uchun necha quti qalam sotib olish kerak bo'ldi? 56 yo'q, 2 tadan qalam berish. Uzr, qarang, qutida 8 ta qalam bor degani necha qutuligi bor ekan bu yerda. Men bizda hozircha bor deb o'ylabman. Bizga o'sha 64 ta kerak. Har bittasida 8 tadan bo'lgani uchun 8 pachka olishim kerak. Mana quti degani pachka ekan, 8 pachka. Xo'p, yozyapman, mana 8 quti endi bu yerda. Biz pachka deymiz u. Anaqa qilib rus aralashgan bo'lsa kerak bu so'zga. Agar bir qutida bir quti qalam 22 ming so'm bo'lsa, qancha pul to'lash kerak bo'ladi? 8 quti olyapmiz, 22 mingdan to'laymiz. Xulosa, biz to'lashimiz kerak bo'lgan narx 8 kara 22 bo'ladi. Bu 176 ming so'm bo'ladi. Endi ushbu kupyurada qancha qaytim oladi? Xo'p, agar biz 200 ming so'm beradigan bo'lsak, qancha qaytim olamiz deyapmiz? 200 ming so'mni berdik. Ayrishimiz kerak 176 ming so'mdi. Natija chiqadi 24 ming so'm. Bo'ldi, mana bu javob chiqdi va mana bu yerdagi javob chiqdi. Shu uchalasi javob bo'lyapti. Mana shu bilan bu mavzuyimiz ham tugadi.